Vodiy pechka baribir trendda bo'lyapti akalar, vodiy pechka. Bunaqa pechkalar ko'p, lekin listiga, ishiga ahamiyat beringda bularda. Qo'l kuymasligi uchun отдельно bunaqa zashtalar ham qilib uchli lista qilgan akalar. To'liq uchli lista, eng katta razmerda 25 ga 25 alanga tegadigan joyi. Shunisiga ham ahamiyat bering. Ko'rinishdan bir xil ko'rinadi, narxi har xil, lekin materiali qalinda buni. Pechka hozir barcha joylarga filiallari ochilgan akalar, sizga eng yaqin joyda xudo xolasa qilib tezda yetkazib beriladi. Videoga like bosib qo'yasizlar. Vodiy pechka har uyda issiqlik. Logotipni ham qarangda. Bu tarafi mana bu o'sha satkak kuri deydi. Bu tarafi Oltariq Rishtondan kelganingizda kurukka yetmasizda mana logotip turibdi. Bu tarafi Qo'shtepadan chiqqaningizda, bu tarafi Satkaydan kelganingizda, bu tarafi o'sha Marg'ilon katta kuri yoki Farg'onadan kelganingizda. Xullas, vohadan kelgan akalar, mehmonlar ham kelib mashinada shunday to'xtab ketsangiz bo'laveradigan eng qulay joyda joylashgan. Assalomu alaykum hurmatli Bozor olami kanalining muxlislari, aka-ukalar, YouTube ishqibozlar. Videoni olmasidan oldin yuklab olib ketib qolamiz deyapti buni. Videoni olib olsak keyin olib ketishadi akalar. Xudo xolasa eng sifatli va eng o'sha razmeriz katta pechkamiz o'sha vodiy pechka bo'lib turibdi. Ko'p joylarda bular bir xil ko'rinadi, har aytganimda, lekin razmerida, metalning qalinligida akalar farqi bor. 2 sm razmer o'zgarsa ham akalar 200 ming farqi bo'lib ketar ekan. Shuning uchun pechkani olishda adashmang, qalinligiga qarang va pechkaning sifatiga ham e'tibor berasizlar. Bugun biz Farg'ona viloyati o'sha Satkay kuri diyonidamiz, Marg'ilon hududi. Qo'shtepaga qaraydimi? Ha, Qo'shtepa, o'sha Satkay kuri diyoni mana, kuriydi biqqinida. Bunaqa katta yo'lga yaqin joyda pechka bo'lmasa kerak. Xudo xolasa narxlarini, materialini, razmerini, texnikalarimiz bor. Butun 12 ta viloyat bo'ylab keladigan holda akalar tez fursat yetkazib beriladi. Buni hozircha 2 xil, 3 xil variantda razmerlari bor. Hozir bitta turdagisi bor. Eng kattasi, eng qalinda qilingan. Shularni syomka qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha akalar like bosib turasizlar. Chiroyli qilib narxini yoritib beramiz. Vodiy pechka o'sha birinchilardan bo'lib chiqargan usta ukalarimiz. Buni hamma yaxshi biladi, juda ko'p chiqarganmiz, juda ham ko'p. Pashti 1 yilda 7 martadan chiqarsa kerak bularni. Bo'lmasam boshladik akalar. Xudo xolasa syomkamizni boshladik. Bizga Abduvohab akamiz yordam berishadi. Bemalol nomerlarini ekranga qo'yib qo'yamiz, telefon qilasiz, zakozni ilojini bor tezlashtirib. Assalomu alaykum. Abduvohab aka qalaysiz? Sog'ligingiz aka, charchamayapsiz? Xudoga shukr, rahmat aka. Charchamasdan. Rahmat. Vodiy pechka ham ko'payib ketdi, xudo xolasa. Hamma joyda filiallar ochildi. Filiallar ochilyapti aka. Vodiy pechkamiz xudo xolasa bu ko'rsatayotgan pechkalarimiz hozir aka 25 ga 25 bunkerli bo'ladi. Eng katta nima bo'lyapti hozir? Eng katta razmerdagi hozir talab eng ko'p bo'layotgan razmerlari mana shu aka. Men bunaqani Abduvohab ko'p chiqaraman, gapingiz bo'ldi, lekin ko'pini razmeri kichkina. Bir xil ko'rinaveradi tashqaridan. Bir xil ko'rinaveradi. Razmeri kichkina, ichidagi masallig'i, listlarida farqi bo'ladi aka. Bunimiz aka 25 ga 25 bunkerli bo'ladi aka. Mana o'txonaning ichidagi listlarimiz aka 3+ rossiyskiy горячий list bo'ladi aka. Ichida ham yana bir qavat bor-da aka buni. Shunisiga aytaman. Ichida bir qavati 3+ rossiyskiy list bo'ladi aka. Hozir 3 ga 3 bo'lganda ham 6 bo'lyapti-da, mana shuni o'zi aka. Shunisiga ahamiyat bering. Ko'pchilik yupqani 1.8 2likni qo'yapti, faqat bir qavat. Buning ichida yana bitta qo'yilganda akalar. Bu 2 qavat bu. O'shanga narxiga ko'pchilik mana bu joyda 700 ming ekan, 650 ming akalar. Bu 1 yillik. Ichi yonib keyin to'kilib qoladi, teshilib qoladi. Bu unaqa emas. Ancha sifatli. Iminni o'zi mana shu vodiy pechkadan o'tgan yili borib birinchilardan olganmiz. Bu zashtalarga ham e'tibor bering. Lazerda qilingan, o'zlarining lazer ishlarida qilingan hammasi. Bu zashtnilarimizning qulaylik tarafi, mabodo xonadonlarda yosh bolachalar qo'l-po'li tegsa ham kuymaydi aka. Yopishib qolmaydi-da. O'tdan himoya qiladi. Sal bo'lsa ham zashta beradi akalar. Zashtasi beradi, xudo xolasa. Qizib ketmaydi deb hech garantiya bermaydi, lekin mana buni o'zi o'ta darajada qiziydi. Primoy o'tga qo'li tegmaydi, bolachalar tegsa ham. Hozir mana Abduvohabga nechta video bor sizda? Nechta video chiqaryapsizlar? Xo'p, aka, hozir bunimizni bitta varianti, eng oxirgi full varianti esa, keyin bundan kichikrog'i 20 ga 20 bunkerligidan chiqaryapmiz. O'sha razmerini aytib ketdik ko'pchilik mana bu joy akalar mana. Mana bu bunkeri 25 ga 25 bo'ladi aka. Mana bu o't soladigan og'zi 20 ga 15 bo'ladi aka. Eng kattasi mana shu hozir. Eng katta full varianti razmerimiz mana shu aka. Buni kichikrog'i ikkinchisi qanaqa bo'ladi mana bu? Ikkinchisi mana unisi 20 ga 20 bunkerli bo'ladi aka. Bu ham material shunaqa qalin bo'ladi. Materiali bir xil bo'ladi aka. Bir xil bo'ladi. Asosan alanga tegadigan joyiga e'tibor bering. Mana bu joylar menimcha 2 bo'lsa kerak. Bu tepasi, pastki alanga tegmaydigan joylari 2li listdan bo'lgan. 2li lista bo'ladi akalar. Buni kraskalangan varianti bor va kraskalanmagan varianti bor. Nimaga deganga, ko'pchilik kraskalangandan olyapti hozir. Bu baribir qachonlardir suv tegadi, rangi o'zgarib zanglab qoladi-da. Zanglashi mumkin. Mana bu chiroyli turadi baribir. Uyda ham bir. Xo'p, mana bu kraskamiz ham nemetskiy kraska hisoblanadi aka. Xudo xolasa
hidi chiqmaydi, sifatiga 1200 ga yetadi. 1200 gradusga turib beraveradi bemalol. O yongan ham bor ekan, yondirib olib qo'ydik. Buni baribir o'zimizda oddiy pechkalarda ko'chadan bir yoq olib kirishingiz kelib, tutib oladi-yu bir. Birinchi olib kirganda, birinchi tashqarida bitta yoqib olinadi, keyin uyga olib kirib bemalol yoqilaveradi, tutamasligiga garantiya beramiz. Hozir mana shu 20 ga 20 lidingiz buni? Bu 25 ga. Qancha necha metrli uylarga zo'r. Xo'p, aka, bunimiz 50-55 kvadrat uyni bemalol isitaveradi. 50 ya. Xudo xolasa. Meni uyda akalar 4 metrga 7 metrli uy bor, hammom qo'yaradi-da. 4 ga 7 lik joyda, yaxshi zo'r isitadi. Xullas buni aka holati mana bunaqa tapchanligi bor. Obdasta qo'yib qo'ygani, masalan, olinadi. Bu syomniy qilish, zo'r qilish shuni. Aqabaqa ketib qolmaydi. Olasiz, olib qo'yasiz. Obdasta yoki choynak narsa qo'ysa iliq turadi. Qishki kunlarda qulaylik yaratish maqsadida shu obdasta, chaynak nimalarimizni qo'yib qo'yilaveradi, issiq ushlab turaveradi. Bu o'tinga, ko'mirga, hokaga hamma yoqqa yonadi. Xudo xolasa yonadigan narsa borki, yonaveradi aka. Yonadi. Keyin ko'rdingiz, eshigini ochib qo'ysa tutunchi qaytarmayapti. Bir eshikda turib shunchalik. Agar uyning ichida bo'lsa, umuman aka, вообще qaytarmaydi. Xudo xolasa aka, pechkamizni isitishi, tutamasligiga 100% garantiya beramiz aka. Ular bironta joyda bundan boshqa pechkalar chiqargan bo'lsa ham yaxshimi bo'lmabdi deganni eshitmadik. Xudo xolasa eng zo'ri aka, qachongacha o'ylanib o'tirasiz. Zakaz bering. Dastlabki qanaqa bo'lyapti Xudo xolasa? Xo'p, aka, dastlabkalarimiz O'zbekiston Respublika bo'yicha barcha viloyatlariga shopirlardan dastlabki qilib yuboramiz aka, kelishilgan holatda chiqarib yuboriladi. Chiqarib yuboriladi. To'lov qanaqa bo'ladi? Borgandan keyin bersam. To'lovini aka, shopir borganda pechkani ko'rib, tushirib olib, to'lovini shopirga berishaveradi. Shopirga berishaveradi. Narxi qanchadan bo'lyapti hozir? Mana shu 25 ga 25. Xo'p, 3 listargina. 25 ga 25 mana shu oxirgi full variantligimiz aka, kraskalangan variantini 1 million 50 ming chiqardi aka. 1 million 50 ming. Kraskalanmagan variantini 950 ming chiqardi aka. 950 ming so'm hozirgi kunda narxi, ha? Ikkosini funksiyasi, materiali bir xil, farqi kraskalangani, bunisi kraskalanmagan. 100 ming so'm farq qiladi kraskalangan. O telefon pastiyanda olinama har ko'pchilik bo'lsa olmayapti. Aka, Xudo xolasa aka 24 ga 7 telefon uyali aloqalarimiz ishlayapti. Xudo xolasa javob beriladi aka. Javob beriladi. O'zlari yo'li tushib qolib kelsa ham manzilimiz mana katta satga kiruvdi. Shunday baqanadi ekan, bunaqa yaqin joyda topa olmaysiz. O'ta yo'lni bo'yida. Mana buni hozir mana Qashqadaryoga ketyaptimi? Hozir mana bu aka Qashqadaryolik akalarni jo'natishyapti. Mana Qashqadaryo birodarlar yetkazib beriladi. Qashqadaryo, Surxondaryoga yuklarimiz mana chiqib ketyapti. Xudo xolasa hozir yuklab chiqarib yuboramiz. O'zbekiston barcha hududlariga dastlabkalarimiz bor aka. Masalan, o'sha Voha tarafdan sizga zakaz bersa, uzog'i necha kun yetib boradi? Xo'p, aka, misol bugun zakaz berilsa aka, 3 kun ichida chiqib ketadi aka, uzog'i 4-kuni qo'llariga yetib boradi. Uzoq ketsa, uzoq ketsa 4. Bo'lmasa undan erta borishi ham mumkin. Hali yarim kun, 1 kun nimasini olib aytilyapti aka. Buni masalan o'zlarini tanish aka-ukalari texnikasiga kelib qo'ygan bo'lsa ham yuklab berib yuboriladi. Yuklab berib yuborilaveradi bemalol. Misol yo'l-yo'lakay keladigan xaridorlarimizga pechkalarimiz bor. Xudo xolasa. Masalan, o'sha Qashqadaryogacha bitta pechka yo'l kirasiz qancha minadi, o'shani ayting. Xo'p, aka, Qashqadaryoga bitta pechkani mana shopirlarimiz 150 ming so'mga olib borib beryapti. 150 ming so'mga, 150 ming so'm beradi, uyiga yetkazib beradi. Ha, endi uyiga ham qanaqa, misol bunaqa mashina bo'lsa yetkazib beraveradi. Agar kattaroq Isuzu'da bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha center territoriyasi, tuman markazlariga, yo'lni bo'ylaridan olib olinsa, mahallalar ichiga qiynaladi Isuzu. Tushunarli. Akalar mana endi buni kichikroq razmeri qancha bo'ladi hozir? Agar zakaz berilsa o'sha 20 ga 20 deganingiz ham bo'lib qolsa, mana bor. Xo'p, 20 ga 20 lik variantlarimizdan ham chiqyapti, bo'ladi aka. Men shuni o'zi bo'ladi, faqat kichikroq bo'ladi. Razmeri o'sha bunkerida kichikroq bo'ladi, pechkadicha kichikroq bo'ladi aka. Lekin masalliqlari, listlari bir xilda bo'ladi. Yonish, tortishi u tarafi bir xilda bo'ladi. Qancha uning narxi hozir? Kraskasi, kraskalanmagan varianti qancha bo'lyapti ularda? Xo'p, aka, u 20 ga 20 ligimiz aka, kraskalangan varianti 950 ming bo'ladi. Kraskalanmagan varianti 850 ming bo'ladi. 850 ming so'm. Mana akalar, xullas aka oling, men o'zim olganman. Juda ko'p o'rtoqlarim, mahalladagilar, tanishlarimiz olgan. Birortasi yeb bo'lmaydi ekan, bo'lmadi-yu bu. Tutatib yubordi-yu, yo ismayapti demagan akalar. Buni hali lopni gapirib 12 soat yonadi, 15 soat yonadi, gapirish akalar, noto'g'ri narsa. Endi hammada har xil. Ko'mirni solib qo'ysangiz, ovqatlanib bo'lgan yotishda bitta solsangiz aniq ertalab ko'cha yonadi. Xo'p, keyin aka bitta ma'lumot, mana shu 25 ga 25 bunkerimizga aka bitta polni ko'mir zapravka qilinganda aka 12 kilo ko'mir ketaveradi aka. 12 kilo. 12 kilo ketaveradi. Bitta yonganda xudo xolasa 14 soatga yetaveradi. Ana. Xudo xolasa endi biz 14 soat demaylik, ertalabgacha yonib bersin, uyqudan turguncha. Xudo xolasa yetadi. Namoz paytigacha akalar uyingiz isib turadi. O'chib qolmaydi. O'zimizni oldingi ota-bobolarimiz yoqib yurgan pechkalarimiz bor. Ularga o'tin ko'mir solib qo'ysangiz, uzog'i soat 2larda birda o'chib qoladi. Bu unaqa. Buni qulaylik tarafi o'sha
kechalari 2-3 larda chiqib boshqatdan zapravka qilinmaydi aka. Buni olganlar kommentariyga yozib qo'ying. To'g'risini yozavering. Zo'r yonayotgan bo'lsa zo'r nima deydi, yonyapti deb yozing. Xudo xolasa materialidan, qilgan ishiga, svarkalariga e'tibor bering. Buni qalinligiga, ko'chalarda hammasi balandligi, bo'yi, rangi bir xil ko'rinadi. Lekin materialga e'tibor beringlar. 1 yildan keyin ichi to'kilib, zanglab, yupqalashib ketmaydi u. 3li lisda 2 qavat qilingan mana bu joy. Hozir akamiz aytganlaridek, ichini ham ko'ryapsiz, mana lis qoplangan. Akalar ko'ryapsiz, yana bitta lis qoplangan. Bu pastda 6li bo'lyapti-da. Shuni hisobiga ham akalar, pechkani mustahkamligi, ishlash nimasi zo'r. Vodiy pechka. Imенно mana shu brendda chiqqan ancha yillardan beri birinchilardan bo'lib chiqarishgan Vodiy pechka brendi hammasi shunaqa, bir xil. Boshqa joyda Vodiy pechka bo'lsa, xuddi mana shundan bo'ladi akalar. Bu ukalarimizni, akalarimizni nima deydi, filiallari ko'paygan. Marg'ilonda har qayerda turmalari bor, tochkalari, bemalol kelib telefonda raqamlarga aloqa qilsangiz, xudo xolasa ma'lumot berishadi. Masalan, sizdan olib foydalanib sotaman deganlarga ham ishlashasiz, ha? Sotaman, sotuvchilarga ham qilib beraveramiz aka. Masalan, voha tarafdan aka-ukalarimiz do'kon bor yo'l bo'yida. Do'konlarga, shunaqalarga olamiz desa ham, bu tarafiga ham ulgurji yetkazib qilib berilaveradi aka. Gap yo'q, akalar mana xudo xolasa. Bemalol buni ustida aka sho'rva qaynatsangiz bo'ladi uyda ichida. Biz qaynatamiz. Qaynatmish ko'za sho'rva qilsangiz bo'ladi. Endi yog'li narsa uyda ichida bo'lmaydi, bu uyda ichiga o'rnatiladi, lekin qaynatma narsalarni bemalol qilsangiz bo'ladi. Zo'r qaynatadi. Mana alangan yonishini qarang. Baqa qaytarmaydi, zo'r yonadi. Mana bu joyini yopib qo'ysangiz, o'zini holatida sekin tortadi. Agar ochib qo'ysangiz, tezlab, guvillab gazga o'xshamayadi, akalar. Xullas buni yasagan odamning otasiga rahmat deb qo'ying-da. Kimdir mana shuni yaratganda, lekin qarang mana. Bitta yog' olinadi boshida. Bo'ldi, shu bilan o'tiningizni, ko'miringizni tepasidan tashlayverasiz. Abduvoha aka ishlariga Alloh baraka bersin. Xudo xolasa telefon qilsa sira javob berib, xudo xolasa aka telefonlarga javob beriladi aka. Gap yo'q aka. Xudo xolasa aka yaxshi kunlarda ko'rishguncha, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Videolarimizda, so'zlarimizda xato nuqsonlar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Manzilimiz o'ta tushunarli. Qayerdan kelsangiz ham faqat katta yo'ldan kirasiz. Mahallachiga kirib adashib qoldimmi demaysiz. Shu Farg'onaga kelishingizda o'zi bitta satkak ko'rik, yagona. Lokatsiyani o'zingiz yozsangiz ham chiqadi, tashlab bersangiz ham to'g'ri shekilda olib keladi akalar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ko'rishguncha.